Ko'chada lolada yuribdi ayollar, ko'chada lolani ko'rib kelgan o'g'limiz uyga kelsak, kelinimiz g'o'zapoya bo'lib tursa yoqadimi? Ho'shim yoqmaydi. Keyin desa o'g'lim kelmayapti, 2 kunda bir keladigan bo'lib qoldi, kech keladigan bo'lib. Endi battar bo'laylik endi. Xarajatni o'zimiz qildik, o'choqqa o'zimiz o't yoqdik, ovqatni o'zimiz qildik, bitta ochuvdik, bo'tqa bo'lib qoldi. Endi battar bo'laylik. Bolani o'zimiz tug'dirdik, o'zimiz tarbiya berdik. Endi bola buzildimi, endi o'zimiz battar bo'laylik endi. Bu achchiq haqiqat bu. Nimaga? O'zimiz bergan tarbiya natijasi shu. O'zimiz sharoit qilib bermaymiz. Uyda hammom yo'q bo'lsa yo'qki, marosim bilan ovora xalqimiz. Yig'ishtirish kerak buni marosimlarni. Hozir musulmonda juda ko'pini uyda hammom yo'q. Eri xotinni orasini buzadigan asosiy narsalardan biri bir-biridan keladigan badbo'y hid deydi. Mana misol zo'r ovqat solib keldi deydi, bir chini go'shtni bosib, qotirma qilib olib keldi. Endi yeyman dedi, sassiq yoqadimi? Qo'ydi biqini bo'lsa ham yemaysiz sassiqligi uchun. Ana endi insonni badanidan ketkazadigan, shu narsani ketkazadigan nima? Hammom, dush, atir